Rasulimiz alayhissalom shu yerda tavallud topdilar azizlar. Bu Ka'batulloh, siz tavof qilayotgan, siz termilib turgan, nazar qilib turgan, yig'lab duo qilib turgan Ka'batulloh, Ibrohim Halilulloh, Ismoil alayhissalom o'g'li bilan birga bino qilgan Ka'ba mana qancha asrlar bo'ptiki shu yerda butun ummatni jamlaydi. Ammo Rasulimiz alayhissalom tug'ilgunga qadar bir oz muddat bu Ka'baning atrofi mushrik va kufr botqog'i edi. Butu sanamlarga aylanib ketgan butxona edi. Lekin Alloh rahmatan lil alamin qilib payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni yubordi. Mana shu joyda tug'ilganlar, o'sha siz hozir tushayotgan Harami sharifda azizlar, dushanba kunida Rabiul avval oyida Rasulimiz alayhissalatu vassalamni Omina onamiz dunyoga kelgizganlar. Butun atrof nur bo'lib ketgan. Butun atrof fayzga to'lib ketgan. Tug'ilganlarda dadalarini, otalarini, Abdullohni ko'rmadilar. Chunki Alloh bu zotni yetim bo'lib, otasiz tug'ilishini o'zi iroda qildi. Omina onamiz dunyodagi eng baxtli ayolga aylandilar. Qo'llarida go'zal farzandlari, jannat hidi ufurib turgan zot. Lekin Rasulimiz alayhissalomning hayotlarini bugun men bu yerda eslatayotganim, shoyatki siz Ka'bada o'tirganingizda shu holatlar ko'zingizdan o'tsa-yu, bir bora bo'lsa ham ko'zingizga yosh olib Allohumma solli ala Muhammad desangiz, Allohim u zotga salovatlarim bo'lsin deb aytsangiz. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom kim menga bir bora salovat aytsa, Alloh unga 10 marta rahmatini tushiradi deganlar. Rasulimiz mana shu so'zlarni aytganlar. Shu yerda tug'ildilar azizlar. Men o'zim kitobini yozdim. Necha yildan beri u zotning siyratini o'rganaman. Nechta kitoblarni o'qiganman. Bitta kitobni o'qib, ikkinchi kitobni o'qisangiz, bunda chiqmagan narsani, bunda bu lazzatini boshqa kitobda topaveramiz. Mana necha asr bo'ptiki u zotning hayotidan to'xtamaymiz o'rganishdan. Shuning uchun men hammasini aytmoqchi emasman. Faqatgina siz muhtaram hoji dadalar, hoji onalar qayerda ekanligingizni bir eslatmoqchiman xolos. Biz mana shunday yurtdamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavallud topgan yurtda tug'ilganlarida mana shunday holat bo'ldi. U zotning hayoti azizlar, Rasulimiz alayhissalom haqida yozilgan sirat kitoblarini o'qib, insoniyat uchun bilasizmi, eng qoyil qoladigani dunyoda Rasulimiz alayhissalatu vassalamdan ko'ra sabrliroq zot yo'q ekan deb bildim. U zotda sabrli yo'q azizlar. Tug'ilganda otasini ko'rmadilar. Yetim o'sdilar. 5-6 yoshligida onalari Omina onamiz Madina Munavvaraga, u mahaldagi Yasribga olib bordilar birga. Otalarini qabrini ko'rsatay dedilar. Bani Najjar degan qabila tog'alari bor edi. Tog'alari qabilasini ko'rsatay dedilar. Qaytib kelayotganda mana shu siz bilan biz kelgan yo'lda, Makka Madina yo'lida Abvo degan qishloqqa kelganlarida onalari bemor bo'lib qoldilar. Yotib qoldilar. Umma Aymana degan qora cho'ri ayol bor. Otasidan qolgan yagona meros o'zi shu ayol xolos. Boshqa narsa qolmagan. Mana shu joyda turganlarda onalari Omina onamiz vafot etdilar. Hoji dadalar, hoji onalar, insonning hayoti imtihondan iborat. Bu yerda mana yosh kattalar o'tiribsizlar. Ko'p narsani ko'rdingiz. Nimalar ko'rmadik-a? Sog'likdan ayrilish, yaqinlardan ayrilish, ba'zan moli dunyodan ayrilish, ba'zan mansabdan ayrilish, ba'zan obro'dan ayrilish, turli imtihon sinovlardan o'tib boraverar ekan. Ammo insonning yoshi bir joyga yetganda, agar bir inson so'rasaki, hayotingizdagi eng og'ir sinov qaysi desa, aytamiz ekan, eng og'ir sinov onamdan ayrilish deb. Onadan ayrilish sinovining og'iri esa onangizni jon berishiga qarab turishlik ekan azizlar. Bundan ortiq sinov yo'q. Bundan ortiq sinov kim boshiga tushgan bo'lsa biladi. Men boshimga tushgan, buni ko'rgan, bilgan biladi azizlar. Onangizning yuziga termilib, qo'lingizdan hech narsa kelmasdan, onajon
diydor qiyomatga qoldi deb tan berib turishlikdan og'irroq sinov yo'q azizlar. Manman degan yigitni bu qaddini bukadi. Manman degan yigitni ko'ziga yosh keltiradi. To'g'ri, sabrga chaqiramiz. To'g'ri, qiyomatda ko'rishamiz, umidimiz bor. Yaxshiyamki shu iymonimiz bor. Onajon ko'rishamiz degan narsamiz bor. Lekin inson bunga toqat qilish qiyin. Ammo Rasulimiz alayhissalom go'daklik chog'ida shu imtihonni boshdan o'tkazdilar. Go'daklik chog'ida shu imtihonni o'tkazdilar. Onasini jon berishiga qarab turishliklari edi. Bu imtihonni o'tkazdilar. O'shinda ko'zidan yosh oqqan ko'z yoshlari keyin ulanib ketdi-da. Bobolari o'tdi. Sahobalar, payg'ambarlik, biz men mana bu musibatlarga uchradim deydigan biron musibat turini aytaylikki, u Rasulimiz alayhisalomda bo'lmasa. Go'dak bolasini qabriga qo'ydilar. Qizlarini o'zlari janozasini o'qib qabriga qo'ydilar. Suyukli habibasi Hadicha onamizni qabriga qo'ydilar. Ashabi kiromlarini qo'ydilar. Suyukli amakisi Hamza radhiyallohu anhuning tanasini maydalanganini ham ko'rdilar, yig'ladilar. Dunyoda insonni boshiga tushishi kerak bo'lgan hamma imtihon, hamma sinovda ham o'tkazdilar. Jon berishlarida ham Oysha onamiz aytadilar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz og'riyapsizmi?" deganlarida payg'ambarlar oddiy insonlarga nisbatan qattiqroq og'riydi dedilar. Boshlari og'ridilar. Lekin Rasulimiz alayhissalom, "Voy jismim, voy jasadim, voy musibatim, voy alamim" dedilarmi? Nima dedilar? "Voy ummatim" dedilar. "Voy ummatim" dedilar. Shu zotning suyukli ummatisiz ummatimiz. Alloh bizni mana shu zotni yurtiga bugun keltirib qo'ydi. Buni tasavvur qilishlik uchun aytmoqdaman. Allohga shukr deylik. Bu Zulhijja oyi kirdimi endi azizlar? Endi bizga haj oyi boshlandimi? Bizi boshqa choramiz yo'q. Duo qilishlikdan boshqa ishimiz yo'q endi. Kerak bo'lsa sizdan o'tinib so'rayman, kerak bo'lsa yalinib so'rayman. Alloh bergan bu g'animat kuningizni bekorga o'tkazmang. Hech bo'lmasa tasbih ayting, hech bo'lmasa zikr ayting, Qur'on o'qing, duo qiling, lekin bekor o'tkazmang. Bu imkoniyat Allohning imkoniyati.